Ushbu serial Legenda jamoasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Mening romantik retseptim. Uchinchi qism. Achchiq aransini. Shundaymi? Men nima qilishim kerak? Unga jozibangni ko'rsat. Ko'ksimnimi? Ruxsat ber. Senga misol keltiraman. Yesol, sen bilan bo'lish juda yaxshi. Shunday emasmi? Sen men bilan hazillashyapsanmi? Biz o'yin maydonidamiz. Men yosh bola emasman. Hey, men yuqoriroq darajadaman. Men senga yoqadi deb o'ylagandim. Va oyoqlarim yerga ham tegmayapti. Voy, rostdan ham tegmayapti. Biz ajraldik. Jishin ursin. Yesol! Yesol! Senda bormi? Hoy, senda munosabatlar yo'qmi? Uni qo'lga kiritish uchun qattiq harakat qil. Unga osonlikcha yaqinlashma. Nima? Og'zingga pashsha uchib kirishi mumkin. Unga hadeb qarashni bas qil. Lekin menga bu yordam bera olmaydi. Ahmoq. Sen to'pni o'z maydoningda ushlab turishing kerak. Masalan, sen meni qiziqtirmaysan. Sen mana bu holatni yo'qotishing kerak. Unga qanday yoqishim mumkin? Nega men o'zimni bunday his qilyapman? Shularni yo'qotsang, keyin senga qiziqish uyg'onadi. Tushundim. Kechirasiz. Undan buyurtma ol. Sovuqqon bo'l. Sovuqqonlik. Nima? Iltimos, sabzavotli bo'tqa. Ularni yema. Kechirasiz. Menga suv olib kelib bera olmaysizmi? Suv o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishga kiradi. Tushunarli. Bu juda ortiqcha emasmidi? Sen bu semestrdagi stipendiyani oldingmi? Yo'q. Siz yaxshimisiz? Hammasi joyidami? Men yaxshiman. Minyun. Nega sizning ismingiz Minyun? Siz juda ham chiroylisiz. Men Kanjunni sevaman. Men nima qilaman endi? Nima? Men oyog'imni tiklamoqchi edim. Hey, men to'g'ri qilmadimmi? Minnatdor emasmisan? Sen meni chalib yubording, minnatdorchilikmi? Bu strategiya deb ataladi. Ha, aniq. Baribir. Yigit qizni chiroyli deb aytsa, bu nimani anglatadi? Bu juda tez sodir bo'lmaydi. To'g'rimi? Menimcha, lekin u ozgina. Rostdanmi? Men senga aytgandim. Men chiroyliman.
Meni qornim ochdi. Ovqat yemaysanmi? Ovqatlanasanmi? Sen boraver. Hech kim bunday yashashga loyiq emas. Wow, Hey, bu dahshatli. lekin rostdan ham yaxshi. Nafas olib ye uni. Sen to'g'ri ovqatlanishing kerak. Sen kuchingni bekorga sarflayapsan. Men juda dangasaman. Buni qanday qilding? Hozirgi zamonda aqlli va yaxshi oshpaz bo'lish juda muhim. Seni muxlislaring cha unvoni o'ziga bino qo'ygan odamligini biladimi? Senga qaraganda meni sevgilim. U seni deyarli tanimaydi. Endi men nima qilaman? Keyingi bosqichga o'tamiz. Shoshma. Biz ajralishdik. Yesol. Men velosiped haydashni o'rganmoqchiman. Agar Kanjun va men velosiped haydashga borsak, men uni belidan ushlab olaman. Bu juda ajoyib bo'ladi. Sen rostdan ham qanday haydashni bilmaysanmi? Menmi? Bu to'g'ri. Men bunda yaxshiman. Shunday qilib, bizning bugungi strategiyamiz qanday? Taqdirni yaratish. Nega men seni sevaman? Nima bu? Yo'q. Men seni o'qishingni kutmayapman. Endi men aytgandek qil. To'g'ri ushla. Minyon, bu sizmisiz? Oh xudoyim. Salom. Bu yerda nima qilyapsiz? Men ba'zida bu yerga o'qish uchun kelaman. Men ba'zida bu yerga o'qish uchun kelaman. Ko'rdim. Sizga Alan de Botton yoqadimi? Nima? Ha deb ayt. Ha. U menga yoqadi.
Kechiring, men do'stimning yoniga qaytishim kerak. Ko'rishguncha yoqimtoy xonim. Ha, Bu dam olish kunda vaqtingiz bormi? Ushbu serial Legendi jamoasi tomonidan o'zbek tiliga dublyaj qilindi.